Hozir erimni og'riqlariga qayta tegib, undan alamimni olaman. Endi men abuzer, erim jertva bo'lib qolganmiz. O'rnimiz o'zgarib. Endi erim menga chidabyapti, lekin men baribir baxtsizman. Shundayda, asalim, baxtli bo'lmaysiz. Bu tajribadan men ham o'tganman, ishoning. Baxtli bo'lmaysiz. Narsisi og'rig'iga tekkaningiz bilan maza qilib yayrab yasholmaysiz. Nima uchun ko'p oilalarda xiyonat bo'lsin, qanaqadir ayoliga og'riq bergan bo'lsin erkak, ayol o'sha og'rig'ini eriga qaytaraman deb tirashib kurashganda, shu og'riqni eriga qaytarganda ham baxtli his qilmaydi o'zini. Shu holatni eri ham yashashiga majbur qilgan joyda tajribada ishlaganmiz unaqa ko'p, hech qachon o'zini baxtli xotirjam his qilmaydi. Xo'sh, endi baxtlimisiz desa, yo'q deydi. O'zim ham bilmayman nima uchun qilganimni deydi. Shu insondan alam olish niyatida qilganman deydi-da, lekin huzur topolmaydi undan. Chunki bu vaziyat u insonga o'ch olish uchun berilmaganda. Siz narsistni o'ziga o'xshab qolsangiz, narsistdan farqingiz qolmasa, egoda, menlikda harakat qilsangiz, hech qanaqasiga narsistni o'zgartira olmaysiz. Xudbinlik bilan, alam bilan, nafrat bilan o'zi borku, Allohni yaxshi tanigan inson, qalbi marhamati keng inson, Allohga tavakkul ishonchi bor inson hech qachon narsistlardan ham boshqadan ham o'ch olmaydi. Kechiradi. Faqat vaqtinchaga qo'yib turadi, chetga surib, o'zi bilan ishlaydi-da, to'g'ri, to'la to'kis. Undan keyin o'ylab ko'radi. Narsist abuzerni og'rig'i nima aynan? Narsist abuzerni og'rig'i. Videoda ham aytgandim, mayli qisqacha yana aytib o'taman. Narsist abuzerlarning og'rig'i bolalikda bo'ladi asosan. Eng birinchisi bu ota-onadan qolgan bo'ladi. Ota-onani farzandlarini orasida shu farzandga aynan ayricha munosabatda bo'lishi, shu farzandni ayirib qo'yilishi, faqat mehnatda o'sishi, gapirmasligi, tan olinmasligi, birorta mehnati, o'qishi, ilmi, salohiyati nimada bo'lsin, doim shu e'tibordan qolib ketadi-da, hamma mehnatga shu javobgar, lekin mana bu boshqa opa, aka, ukalar maqtaladi. Bu qolib ketadi. Lekin hamma mehnatni shu qilgan. Bu qolib ketadi. Ko'rinmaydi hech qachon oilada. O'rni bo'lmaydi. Ota-ona ba'zi holatlarda o'ylaydiki, shu bolamga aytmasam ham o'zi yaxshi. Hamma narsani joyida qiladi. Lekin bunisiga kerak degan ma'nodagi munosabatdan shu farzand ichidagi hislarini chiqarib menga kerak degan narsani so'rolmagani uchun ota-ona shunaqa o'ylaydi. Bu birinchisi. Keyin atrof olamdan ham og'riq qoladi ularda. Atrof olamda agar insonlar shu insonga nisbatan juda qattiq og'riq qoldirgan bo'lsa, bu har xil travma bor. Bu jinsiy travma ham bor, bu ruhiy travma ham bor. Bu bolalikdagi o'sha, siz bilmaysiz, balki bilmassiz, ko'pchiligingiz yigitlar orasida ham har xil hazillar bolalikda, har xil shaxsiyatiga, g'ururiga tegadigan gaplar bo'ladi bolalikda. Maktabda bo'ladi, o'rtoqlar o'rtasida bo'ladi. Bu jarayon o'g'il bolaga juda kuchli ta'sir qiladi. Ayniqsa bolani oilasi haqida gapirilganda. Men maktabda ishlaganimda bitta narsistlik xususiyatini hali endi boshlagan bir yigit bilan ishlaganman-da. Uni ichiga, oilasiga kirib ko'rganimizda, men bu holatni ayta olmayman sizga, aniq to'liqligicha sirida u yigitni. Shu yigitni oilasidagi onasi bilan bog'liq ham, otasi bilan bog'liq ham juda kuchli borda, juda kuchli travmasi. O'zi o'sha oilada ko'rib yurgan muhiti bor, biladi o'zi. Atrof ham bilib bo'lganda oila haqida qanaqa yomon fikrlarni. Va shuni shu bolaga ko'p aytilinishi va yuragi jizzillab shu narsani eshitishdan qo'rquv, uyalish o'g'il bolaga juda yomon narsa-da. O'sha narsani ko'tara olmagandan bu yigit sochlarini o'stirgan, sinfda o'qimaydi, tarbiyasi og'ir yigitlarning safiga kirib olgan. Aslida unaqa tabiatga ega emas edi bu bola. Lekin shunaqa holatga tezlikda kirib ketdi, o'zini himoya qilish uchun. Uni og'rig'iga tegib qo'ymasligi uchun. Uni yuragini timdalab, nishtalab, shu burab og'ritadigan gaplar bo'lmasligi uchun. E'tibor qilsanglar, maktablarda hozirgi kunda ayniqsa pol sharoitdan ham ko'ra qaysi bolaning so'zi o'tsa, qaysi bolaning xulqi og'irroq bo'lsa, qaysi bola bizda shunaqa belgilanadi, telefon yoki sigaret yoki ichkilik yoki nimadadir zo'r bo'lsa, shuni obro'yi zo'r sinfda, shuni hech kim gapira olmaydi. Na sinfdosh, na atrof muhit, o'qituvchi, hech kim. Shunaqa himoyalaydi u yigit, og'rig'ini yopadi-da, borib hech kimga ishonmay qoladi.
hech kimga ishonmaydi. Ishongan insonlari sotdimi hayotida, o'sha ishongan onam degani shunday qildimi shu yigitga, farzandini o'ylamadimi? Ishongan otasi shunday qildimi? Jigarlari shunday mag'zava ag'dardimi ustidan? Kuldimi? Yoki o'rtoqlari shunaqa holatga olib keldimi? Hech kim qolmadimi uni? Hech kimga ishonmaydi u hayotda. Qachondirki kimnidir yoqtirib qolmaguncha. Hozir men sizga agar eringiz narsist bo'lsa, eringizni bolaligini aytyapman. Tushunyapsizmi? Bolaligini. Ishondi, suyandi, kutdi. Ko'pchilikdan mehr e'tibor kutdi. Meni o'zimga nechta yigitlar aytgan maktabda. Qaniydi meni onam sizdek bo'lsa, qaniydi meni onam meni bir marta eshitsa, qaniydi ota-onam bir marta meni his qilib ko'rsa, tushunib ko'rsa. Shunaqa narsalar bo'lmadimi? Bola ko'p harakat qiladi. Bola doim harakat qilib ko'radi. Qaysidir yo'l bilan bo'lsa ham ota-onaga tushuntirishga, anglatishga harakat qiladi. Faqat bolani og'ziga urilishi, faqat bolaga bosim qilinishi, eshitilmasligi, sen qayoqdan ham borading, bor, nariroqqa borib tur deydi-yu, shunaqa paytda bola qolib ketadi-da, ichidagini chiqara olmasdan. Bola kimgandir chiqarish kerakmi? O'zini isbotlash kerakmi yaxshi insonligini? Buni faqat kimnidir chinakam sevib qolganda ko'rsatadi. Endi sizga bitta savolim bor. Agar haqiqatdan tan ololsangiz, yozing efirga. Sizni ham turmush o'rtog'ingiz eng boshida hamma orzularingizni amalga oshiradigandek his qilganmisiz, ko'rganingizda? Turmush o'rtog'ingizni birinchi ko'rganingizda, yoqtirganingizda, gaplashib yurganingizda, shu inson siz uchun ko'p narsa qilib berganmi? Ko'nglingizga qaraganmi? Mehr e'tibor berganmi? Sizni yoningizga olganmi? Boshida deyapman, eng boshida. Siz uchun kurashganmi shu inson? Sizni orzularingiz uchun o'zi oddiy kiyimda yursa ham, o'ziga nimadir olmasa ham siz uchun qilib berganmi? Siz orzularingiz, bitta tabassumingiz, xursand bo'lishingiz evazigada nimalar qilib bergan? Yozing qisqagina. Eng boshida siz uchun nimalar qilishga tayyor bo'lgan? Deyarli ko'pchiligingizda hamma narsa qilib bergan, tayyor ham bo'lgan. Men erimni hech kim eshitmagan oilasida, hozir ham hech kim qiziqmaydi fikri bilan. Demak, sizga qopti bu vazifa. Siz eshitasiz, siz suyanch bo'lasiz, yonida turasiz menga o'xshab, qo'llab-quvvatlaysiz, ishonch bildirasiz, shartsiz sevgida. Shunchaki Alloh tomonidan shu inson menga berildi, men qo'limdan kelganini qilaman, beraman deb. Aslida mana shu yerda turadi-da, sizni ham sevgisi shu yerda, eringizni ham sevgisi shu yerda turadi. Siz chiqarib ko'rsatib, chinakamiga ishonchli, sodiq bo'lib ko'rsatib bermagunizcha, eringiz ham chiqarib bera olmaydi hech qachon, unutmang. Erkaklarda unaqa instinkt, xususiyat yo'q. Misol, ba'zi yigitlarni aytishingiz mumkin, nega ular ko'p ayoliga sevgi, mehr, e'tibor, muhabbat beradi, doim yaxshi ko'rishini aytadi. Unutmang, har narsaning ikkinchi tomoni bor. Nafs yo'lida ko'p holatlarda bunday insonlar. Asosan mana shunaqa og'rig'i bor insonlar aslida o'zini og'rig'ini yopish uchun ham boshqaning og'rig'iga tegib qo'yadi. Shuning uchun siz eshitishingiz kerak, siz his qilishingiz kerak, faqat ayblamasdan eshita olishingiz kerak. Hurmat bilan eshita olishingiz kerak og'riqlarini. Yoki aytishingiz istamasa, o'zingiz bilan ishlab ma'lum vaqtga yetganda, shu insonni his qila oladigan holatga yetganingizda, sizda agar o'zgarishni sezsa, ishona olsa sizga, suyansa, eng boshida ko'rgan sizdagi o'sha samimiylikni, soflikni, haqiqiy sevsa bo'ladigan inson ekan deb sizga yaqinlashishga jur'at qila olsa, borini ochib beradi narsiz. O'zgaradi siz uchun. Qizlar, sevish kerak sizni. Sizni yaxshi ko'rish kerak. Yaxshi ko'rish uchun o'zingizdan nimadir berishingiz kerak. Shartsiz ma'noda, shartsiz sevgida. Hech qanaqa pulini o'ylamasdan, mehr berishini o'ylamasdan, javob kutmasdan, qaysidir narsaga ruxsat olish xohlamasdan shunchaki berishingiz kerak. Shartsiz ma'noda. Shartsiz, javoblarsiz, shu inson uchun bo'lishi kerak. Qilayotgan yaxshiligingiz faqat shu insonning foydasi uchun bo'lishi kerak. Uni chinakam his qilish kerak u inson. Ana shunda ochiladi narsiz sizga. Ha, boshida boshqacha edi, mehrli edilar, yashang. Молодцы. Ha, tanig'aningizdan xursand bo'ldim. Endi onamni menga qilgan vahshiy munosabatiga qanaqa rozi bo'ling. Assalom, ancha ishlaysiz-da bunga. Siz 3 oylik kursimizga qo'shiling. Juda mos sizga. O'shanda chiqib ketasiz butunlay. Chiqqanman asalim.
Menga haligacha o'zimni hayotimda o'tmagan vaziyat bo'yicha savol berilmagan. Chiqasiz. Demak, shu holatgacha kelibsizmi? Qanday rozi bo'lay debsizmi? Bo'lasiz ham, sevgida, mehrda, hali minnatdorchilik bildirasiz shu munosabatlar bo'lgani uchun. Chunki hammaga o'sish yo'lida har xil beriladi-da, kuchi, holatiga qarab. Meni erim arzimagan narsaga lov etib yonib, lov etib o'chadi. Ungacha urib hamma joyimni ko'kartiradi. Eshitmaydi meni tushuntirishimni. O'zingiz bilan ishlasangiz unaqa qilmaydi. Sizni ichingizdagi yo kibrni ko'radi eringiz, yo ichingizdagi unga nisbatan nafratni, mensimaslikni ko'radi, yoki itoatsizlik, hurmatsizlikni ko'radi siz ichingizda. Ana shuning uchun og'rig'i, jahli ko'p chiqishi ham, urushi ham, ozor berishi ham shundan-da. Chunki o'zi shu narsalarni ko'rmagani uchun sizni olgan u erkak, uylangan. Endi siz ham agar boshqalardan farq qilmagan holatda onani aksini ko'rsatsangiz, unga otani aksini yoki akani, opani aksini ko'rsatib bosimda tursangiz, hattoki gapirmasangiz ham ko'zingizni holatida kibrda tursangiz, u his qiladi. Juda ham yaxshi his qiladi u. Uchini olmagancha qo'ymaydi. Shuncha aytaman-da, ayol qachonki ichingizdan eringizni hurmat qilib, eringizni sevib, eringizni qanday odamligini anglagan paytingizda u o'zgaradi, qizlar. Tushuninglar? U boshqa vaziyatda o'zgarmaydi erkak. Haqiqatdan uni er sifatida, ota-ona obrazida biz onsiz ko'chirib olamiz-ku erni. O'zim shunaqa bo'lganman. Mehribon ota qilib olganman. Minnat qilmaydigan ona qilib olganman. Boshida ota-onamni obraziga o'xshatib, ota-onamga o'xshaydi xarakteri, turmush o'rtog'im. Shunaqa holatda chaqirganman. Deyarli hamma shunaqa chaqiradi bizada. Qayerdadir o'zgartirmasa. Va shuni asosida xarxashalik qilib bo'g'ib tashlaganman turmush o'rtog'imni. O'zingiz ham bir e'tibor qiling, boshida mehribonchilik qilasiz, ko'ngliga qaraysiz, yaxshi gapirasiz, biror joyda kelishmovchilik bo'lsa, ishxonasida yoki tushkunlikka tushsa, dalda berasiz, qo'llab-quvvatlaysiz. Lekin nega 2-3 ta bolangiz bo'lgandan keyin unaqa bo'lmaydi munosabat. Faqat sovuq, faqat ayblov. U ham sizni ayblagan, siz ham uni ayblagan. Faqat bir-biringizni yomon tomoningizni ko'rasiz. Men bugun bitta er-xotinning munosabatini ko'rib ham tahlil qilib shu narsani juda yaxshi anglab tushunib turdim-u, ayta olmadim-da o'zlariga. Mumkin emas tajribasiga aralashish. Ko'rib turibman-da, shunaqangi bir-biriga sovuq munosabat, shunaqangi yuzaki, shunaqangi niqobda kimlardir o'tsa, lekin o'zi yolg'iz qolsa, shunaqangi bir-biriga sovuq, nafrat, shunaqa bir-birini ko'rarga ko'zi yo'q, majburdan yashayotgan er-xotinda. Boshida shunday bo'lmagan-ku ular. Boshida hamma ham unaqa bo'lmaydi-ku. Demak, siz uni nimadadir ayblayapsizmi? U ham sizni ayblashda davom etadi. Aksingiz bo'ladi. Siz uni ayblashdan to'xtab, bitta astonovkacha qilib olib, qani menda nima bor ekan, rostdan ham. Nima bor ekan? Unga bera olmayotgan nima bor ekan? Rostdan berib bilyapmanmi o'zi unga? Nima beryapman? Ayol sifatida men nima beryapman o'ziga? Unga 2-3 ta farzandingizdan tashqari, uy yumushlaringizdan tashqari nima beryapsiz unga? Dildan samimiy eshitishga toqatingiz yetyaptimi telefoningizni qo'yib? Ayblamasdan gaplashishga, o'zi har doim shunaqasiz, pulingizni berib yuborasiz, bekordan bekorga deyapsizmi? Fikrini aytib qolsa ayblab yoki biror muammosini aytib qolsa, doim shunday sizda deyapsizmi? Yoki boshqacha munosabat qilyapsizmi? Bir o'zingizni tahlil qiling, bunday atrofga o'tingda, eringiz bu yoqda munosabatini ko'rsataversin. Siz o'zingizga baho bering, o'zingiz holatingizga. Qanaqasiz eringiz yonida? Qanaqa ko'rinyapsiz ko'zingizga?